Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mat 2-qism darsimizga xush kelibsiz. Bugun sukunga bog'liq matlar haqida so'z yuritamiz. Ulardan birinchisi mat lozim. Mat lozim qanday mat? Agar mat harfidan keyin asli sukunli harf kelsa, biz bu mat harfini 6 harakat miqdoricha cho'zib talaffuz qilamiz. Mana shu 6 harakat cho'zilayotgan mat lozim deyiladi. O'tgan mat birinchi qism darsimizda mat harfi nima, asli sukun nima ekanligini aytgan edik. Qisqacha eslab o'tamiz. Mat harfi deganda cho'ziq unlilarni hosil qilib kelayotgan alif, vav, ya harflardan biri tushuniladi. Asli sukun esa so'zning o'zagida mavjud bo'lgan o'zgarmas sukun edi. Bu mashqda mat harfi sifatida kelayotgan alif asli sukunli lam harfiga yo'liqmoqda va biz bu alifni lozim mat sifatida 6 harakat cho'zib talaffuz qilamiz va uning ustiga qoshga o'xshash mat belgisi yuklatiladi. Lozim matning 3 xil ko'rinishi bor ekan. Ularning birinchisi mat harfidan keyin sukun belgili harfning kelishligi. Mana bu yerda mat harfidan so'ng, ya'ni alifdan so'ng sukun belgili lam harfi kelmoqda. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Ikkinchi ko'rinish mat harfidan so'ng shaddali harfning kelishligi. Nega endi mat harfidan so'ng shaddali harf kelsa biz bu mat harfini lozim mat sifatida 6 harakat cho'zamiz? Chunki shaddali harf deganda ushbu mashq misolida shaddali jim deganda dastlab sukunli jim, undan keyin kelayotgan harakatli, bu yerda zammali jimni tushunamiz. Shaddali harflarning birinchisi sukunli bo'lib, bu sukun asli sukun bo'lganligi va mat harfidan so'ng shaddali harf, ya'ni asli sukunli harf kelganligi uchun bu yerda ham mat lozim yuzaga chiqar ekan. Atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Uchinchi holat. Ba'zi muqattoat harflari ismlarida mat lozim bor. Muqattoat harflari deganda ba'zi so'ralarning boshida keladigan va faqat ismlari o'qiladigan harflarni tushunamiz. Shunday muqattoat harflari bor ekanki, ularning ismlarini yoyadigan bo'lsak, ismlarning tarkibida mat lozim borligini ko'ramiz. Kaf mat harfi bo'lgan alifdan so'ng sukunli, ya'ni asli sukunli fa kelmoqda. Lam deganda ham mat harfi bo'lgan alifdan so'ng asli sukunli mim. Mim deganda mat harfi bo'lgan yadan so'ng asli sukunli mim kelmoqda va hokazo. Shunday ekan, mat lozimning sharti bu muqattoat harflari ismlarda topilganligi uchun mana shu 7 ta harf muqattoat harfi sifatida kelganda 6 harakat miqdoricha cho'zib o'qir ekanmiz. Alif, lam, mim, ro. Bular lozim matning 3 xil ko'rinishi edi. Endi esa ikkinchi matimizga, oriz matga o'tamiz. Xo'sh, bu qanday mat? Agar mat harfidan so'ng oriziy sukun, ya'ni vaqf tufayli paydo bo'ladigan sukun kelsa, bu mat harfi 2, 4, 6 harakat miqdorida cho'ziladigan oriz matga aylanadi. Masalan,
Ushbu oyatning oxirida biz nun harfi fathali yozilganligi bilan sukunli holda vaqf qilamiz va bu sukun oriziy sukun hisoblanyapti va oriziy sukunli nundan oldin mat harfi bo'lgan ya kelmoqda. Va biz bu matliyani oriz mat sifatida 2, 4, 6 harakat cho'zib o'qishligimiz mumkin. Alhamdulillahi robbil alamin. Oriz matga tegishli bir qoidani eslatib o'taylik. Bir surada bir nechta oriziy matlar kelsa, eng birinchi oyatda kelgan oriz matni siz 2 harakat cho'zsangiz, keyingi kelayotgan oriz matlarni ham 2 harakat. Birinchi kelayotgan oriz matni 4 harakat cho'zsangiz, keyingi kelayotganlarni ham 4 harakat. Birinchi oriz matni 6 harakat cho'zsangiz, keyingilarni ham 6 harakat cho'zishligingiz kerak. Wa bil akhirati hum yuqinun. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ. Yuqorida aytganimizdek, oriz mat vaqfda yuzaga chiqadi. Agar oyatning davomini qo'shib o'qiydigan bo'lsak, bu o'rinda oriz mat yo'q. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Endi esa 3-chi madimizga o'tamiz. Bu mad lin deyiladi. Bu qanday mad? Agar lin harfidan keyin sukunli harf kelsa, lin harfi cho'ziladigan lin madiga aylanadi. Lin harfi nima edi? O'tgan darsda aytgan edik. Lin harfi deganda fathadan keyin kelayotgan sukunli vav yoki sukunli yani aytamiz. Ta'rifga binoan lin harfidan so'ng sukunli harf kelsa deyilyapti. Sukun 2 xil ekanligini aytib kelyapmiz. Asli sukun bor va oriziy sukun. Shunga ko'ra matlin ham 2 xil bo'lar ekan. Matlin oriz, madlin lozim. Matlin oriz qanday mat? Ismidan ham ma'lumki, lin harfidan so'ng vaqfda paydo bo'ladigan oriziy sukunli harfning kelishligi. Bu matlin oriz 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qiladi. Wa ma tunfiqu min khayr. Vaqf qilayotgan o'rnimizda in tanvinini olgan ro harfidan oldin sukunli ya kelmoqda, ya'ni lin harfi bo'lgan ya kelmoqda. Albatta biz vaqfda roni sukunli o'qiymiz va shunday ekan ya harfini ham matlin oriz sifatida 2, 4, 6 harakat cho'zishligimiz mumkin. Ammo bu yerda vaqf qilmaydigan bo'lsak, o'z-o'zidan matlin oriz ham yo'qoladi. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Matlinning ikkinchi turi matlin lozim hisoblanadi. Lin harfidan so'ng asli sukunli harf keladigan bo'lsa, bu matlin lozim deyiladi. Matlin lozim Qur'oni Karimning faqat 2 o'rnida uchraydi. Birinchisi Maryam surasi 1-oyat, ikkinchisi Shu'ara surasi 2-oyat. Bu oyatlarda muqattot harflari birikmalarini ko'ramiz va ikkala oyatda ham ayn harflarini ko'rishligimiz mumkin.
Agar biz muqattot harfi sifatida kelayotgan aynning ismini yoyadigan bo'lsak, lin harfi bo'lgan yani va undan keyin kelayotgan asli sukunli nun harfini ko'rishligimiz mumkin. Mana shu ya matlin lozim sifatida cho'ziladi. Xo'sh, matlin lozim qancha miqdorda cho'ziladi? Imom Hafsning Shotibiyya yo'nalishida 4 yoki 6 harakat, Toyyiba yo'nalishida 4 harakat cho'zilishligi kerak. Ayn sin qaf kaf ha ya ayn sad. Keyingi matimiz mat evaz. Evaz mat qanday mat? An tanviniga tugagan so'zlar vaqfda 2 harakat cho'ziladigan mat bilan tugaydi va bu mat evaz mat deyiladi. Juz'a deb o'qiymiz vaqfda, juz'an yozilsa-da. Hasana wa nidaa shahra musamma athwaja. Bu yerda bir istisno holat mavjud. Agar to'garak ta harfi an tanvinini oladigan bo'lsa, biz hamiyata deb o'qimasdan balki to'garaktani sukunli qilib hamiya singari o'qiymiz. Innama ilahukumullohullazi la ilaha illa huwa wasi'a kulla shay'in ilma. Endi esa bugun o'tgan matlarimiz haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Birinchi matimiz mat lozim. Mat harfidan so'ng asli sukunli harf kelishligi 6 harakat miqdoricha cho'zilardi. Mat lozimning 3 xil ko'rinishi bor edi. Birinchisi mat harfidan so'ng sukun belgili harfning kelishligi, ikkinchisi muqattot harflarda kelayotgan mat lozim va uchinchisi mat harfidan so'ng shaddali harf kelganda hosil bo'ladigan lozim mat. Oriz mat qanday mat? Mat oriz bu mat harfidan so'ng oriziy sukunli harfning kelishligi edi va biz bu matni 2, 4 yoki 6 harakat cho'zib o'qishligimiz mumkin edi. Evaz mat an tanvini vaqfda 2 harakat miqdoricha cho'ziladigan evaz matga aylanib qolar ekan. Matlin lin harfidan so'ng sukunli harfning kelishligi. Sukun 2 xil bo'lganligi uchun matlin ham 2 xil bo'lishligini aytgan edik. Birinchisi matlin oriz 2, 4, 6 harakat cho'zilar edi. Lin harfidan so'ng oriziy vaqfda paydo bo'ladigan sukunli harfning kelishligi. Ikkinchisi esa Qur'onning faqat 2 o'rnidagina keladigan matlin lozim. Maryam va Shuro suralarida keladi. Shotibiyya yo'nalishida 4-6 harakat, Toyyiba yo'nalishida 4 harakat cho'zishligimiz mumkin. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi qism darsimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.